Kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya komissiyasi ro'yxatini 2024-yil 6-apreldagi 353/2 son qaroriga asosan PHD 03/04 2021 fil 132/01 raqamli ilmiy kengash tarkibi 14 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Bugungi kengash yig'ilishida ulardan 10 nafari ishtirok etyapti. Yig'ilishni ochish uchun kvorum bor. Kengash majlisini ochilishi haqida qanday fikrlar bor? Ochilsin degan takliflar bo'lyapti. Xo'p, tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bugungi kengash yig'ilishida Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi raqamli ilmiy kengashda Qo'qon davlat universiteti tadqiqotchisi Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizini 10.00.01 til nazariyasi, amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidan turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi, ommaviy axborot vositalari materiallari asosida mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi himoyasi. Tadqiqot Qo'qon davlat universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar Karimova Vasila Vahobovna filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Rasmiy opponentlar Umarova Nargiza Rustamovna filologiya fanlari doktori, DC professor. Nurmonova Dilfuza Abduhamidovna filologiya fanlari doktori, DC professor. Yetakchi tashkilot Andijon davlat chet tillar instituti. Kun tartibi bo'yicha kimda qanday fikrlar bor? Ma'qullansinmi? Ma'qullansin degan fikrlar bo'lyapti. Qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bo'lmasa so'z navbatini ilmiy kengashga topshirgan hujjatlarni asosiy mazmuni va ularni belgilangan talablarga qay darajada muvofiq kelishi haqida ma'lumot berish uchun ilmiy kotibga beramiz. Ramzixon, marhamat. Yana bir assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizi 1995-yil 31-mayda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti millati o'zbek, ma'lumoti oliy. Oilali, 2 nafar farzandi bor. 2001-2010-yillarda Uchko'prik tumanidagi 8-umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olgan. 2010-2013-yillarda Qo'qon davlat pedagogika instituti qoshidagi Kengchi Sog'li akademik litseyda tahsilni davom ettirgan. 2013-yil Qo'qon davlat pedagogika instituti xorijiy tillar fakultetiga o'qishga kirib, 2017-yil institutning bakalavriat yo'nalishini, 2019-yil magistratura bosqichida tamomlagan. 2019-2021-yillarda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining xorijiy filologiya fakultetida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 2021-yil 6-sentyabrdan buyon Qo'qon davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetida o'qituvchi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. 2023-yil 5-yanvardan buyon Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti hisoblanadi. Oilali, 2 nafar farzandi bor. Maftuna Ubaydullayevaning 50 ga yaqin ilmiy ishlari respublika va xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizi 2022-yil 26-fevral kuni Qo'qon davlat pedagogika institutida mutaxassislik, 2022-yil 28-fevral kuni O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida chet tili fanidan malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Dissertatsiya mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi B2024.2.PhD/fil 47 elektron raqam bilan ro'yxatga olingan. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi, ommaviy axborot vositalari materiallari asosida mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Qo'qon davlat pedagogika instituti xorijiy tillar metodikasi kafedrasining 2025-yil 20-yanvardagi navbatdan tashqari kengaytirilgan yig'ilishda muhokama qilingan va himoyaga tavsiya etilgan. Dissertatsiya 2025-yil fevralda Qo'qon davlat pedagogika instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD.03/04/06 fil 132/01 raqamli ilmiy kengash tomonidan qabul qilib olingan va seminarga chiqarilgan. 2025-yil 21-fevral kuni Qo'qon davlat pedagogika instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi seminarda muhokama qilingan. Ilmiy seminarda
muhokama qilingan. Ilmiy seminar xulosasida yuqoridagi kengashdan dissertatsiyani himoyaga qabul qilib olish so'ralgan. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining dissertatsiyasi 2025-yil 19 mart sanasida Qo'qon davlat universiteti Qo'qon davlat pedagogika instituti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengash tomonidan himoyaga qabul qilingan va tadqiqotchiga yetakchi muassasa va opponentlar tayinlangan. Rasmiy opponentlar Umarova Nargiza Rustamovna, filologiya fanlari doktori, professor, Nurmonova Dilfuza Abdulhamidovna, filologiya fanlari doktori, professor. Yetakchi tashkilot Andijon davlat chet tillar instituti. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining veb saytiga falsafa doktori PhD dissertatsiyasi himoyasi haqidagi e'lonni kiritish uchun zarur hujjatlar yuborilgan va 2025-yil 12 dekabr kuni e'lon chiqqandan so'ng Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 03-04-06-2021 fil 132-01 raqamli ilmiy kengash tomonidan avtoreferatni nashr ettirishga ruxsat berilgan. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining dissertatsiya ishi hamda ish yuzasidan yozilgan avtoreferati 2025-yil 18 dekabr kuni Qo'qon davlat universiteti axborot resurs markaziga topshirilgan. 2025-yil 18 dekabr kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi qoshidagi Ziyonet veb saytida e'lon qilish uchun qabul qilib olingan. Dissertatsiya himoyasi to'g'risidagi ma'lumot O'zbekiston Respublikasi axborot agentligining veb saytida e'lon qilingan. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi ommaviy axborot vositalari materiallari asosida bag'ishlangan izlanishlar asosida olingan natijalar quyidagi ishlarda joriy qilingan. Tilshunoslikda kommunikativ, pragmatik, lisoniy gender muammolarini o'rganish, gender va metagender davriga bo'linishi, turli tizimli tillarda lingvistik genderning grammatik va boshqa xususiyatlari nutqiy faoliyat gender shaxsining nutqiy faoliyatda namoyon bo'lishi haqidagi xulosalardan 2022-23 yillar o'zbek milliy raqs san'atini targ'ib etishga bag'ishlangan veb sayt va multimedia mahsulotlari elektron lug'atlar to'plamini yaratish mavzusidagi fundamental loyihani bajarishda, xususan o'zbek folklor san'ati terminlarining qisqacha inglizcha, o'zbekcha, nemischa izohli lug'atini yaratishda foydalanilgan. Natijada mazkur loyiha mazmuni gender kategoriyalari, gender stereotiplariga oid ilmiy terminlar bilan boyitilib, izohli lug'atning mukammallashuviga erishilgan. Tilshunoslikda gender nazariyasining defitsitlik, dominantlik, radikallik, differensiallik, reformistik kabi asosiy turlarining shakllanganligi, lingvistik gender modellarining paydo bo'lishiga oid xulosalardan Qo'qon davlat pedagogika institutida 2020-22 yillarda bajarilgan English Access Microscholarship Program nomli Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim va madaniy ishlar byurosi bilan hamkorlikdagi loyihani amaliy jarayonida foydalanilgan. Siyosiy diskursda lisoniy maydon hodisasi mavjudligi, uning birlamchi va ikkilamchi janrlarga ajralishi, siyosiy kontekst, kommunikativ, semantik, pragmatik, kognitiv va lingva madaniy xususiyatlari orqali axborot almashinuvining muhim tarkibiy qismi sifatida xizmat qilishi, maxsus diskursdagi gender stereotiplarining ahamiyati, siyosiy diskursning lingva genderologik xususiyatlari, maskulin va feminin muloqot strategiyalari va boshqa xususiyatlardan O'zbekiston MTRK, O'zbekiston teleradio kanalining bedorlik, ijod zavqi, ta'lim va taraqqiyot, millat va ma'naviyat eshittirishlari ssenariysini tayyorlashda foydalanilgan. Natijada 2022-23 yillarda mazkur teleradio kanal materiallari ilmiy va amaliy jihatdan boyigan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 15 ta ilmiy ish chop etilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 8 ta maqola, ulardan 5 tasi respublika hamda 3 tasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Tadqiqot natijalari 3 ta respublika hamda 4 ta xorijiy ilmiy amaliy anjumanlarda ma'ruza ko'rinishida bayon etilgan hamda aprobatsiyadan o'tkazilgan. Nashr qilingan ishlar Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga muvofiq keladi. Xo'p, mana dissertant ma'lumotlar bilan tanishdik. Endi reglamentni belgilab olamiz. Dissertantga so'z berishdan oldin dissertant uchun 15 daqiqa, rasmiy opponentlar uchun 10 daqiqa, norasmiy chiqishlar uchun 5 daqiqadan belgilab olamiz. Mana shuni tasdiqlaverishlaringizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bo'lmasa dissertatsiya mazmuni bilan tanishtirish uchun so'zni Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qiziga beramiz.
Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ilmiy kengash raisi hamda a'zolari, Zoomdan qatnashayotgan professor o'qituvchilar. Sizlarga taqdim etilgan dissertatsiyaning avtoreferatida kirish qismi to'liq o'z mohiyatini yoritib berganligi sababli ishning asosiy qismiga o'tishga ruxsat etishingizni so'rayman. Dissertatsiya quyidagi 3 bobdan iborat bo'lib, uning birinchi bobi tilshunoslikda gender masalalari tadqiqi deb nomlanadi. Ushbu bobda gender masalalarini tadqiq etish, gender hamda metagender davriga ajratilganligi, ushbu jarayonlarda gender va jins o'rtasidagi farqlarni belgilash hamda ularga alohida ta'riflar berish bilan tilshunoslar faoliyat olib borishganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, gender atamasini ilm fanga kirib kelishi 1963-yilda psixoanalitiklar kongressida Robert Stroller tashabbusi bilan boshlanadi. Bundan keyin tilshunoslar tomonidan, jumladan o'zbek tilshunoslari tomonidan, Gulier Gash va Shoira Usmonova tomonidan o'zlarining mualliflik ta'riflari ham keltirilgan. Gulier Gashvaning fikriga ko'ra, har ikki tilda gender bir vaqtning o'zida shaxsning ijtimoiy va madaniy shartlashgan erkaklik va ayollik xususiyatlarini o'zlashtirish jarayoni va natijasini ko'rsatuvchi tushuncha sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, dastlab tilshunoslikka grammatik kategoriya sifatida kirib kelgan gender keyinchalik tadqiqotlar natijasida o'zining grammatik, leksik, referensial hamda ijtimoiy gender turlariga ajratiladi. Grammatik gender turli tizimli tillarda feminin, maskulin hamda neytral kabi 3 turdan iborat bo'lsa, leksik gender esa tilda mavjud bo'lgan nutq birliklarini gender xoslanishiga ko'ra ajratishga asoslanadi. Bunda birliklar gender jihatdan xoslangan va gender jihatdan neytral turlarga ajratiladi. Referensial gender jihatdan xoslangan birliklarni o'z o'rnida ayolga hamda erkakka xos birliklarga ajratish mumkin. Bunda ayolga xos birliklar sifatida ona, opa, qiz, amma, xola, ayol kabi birliklarni keltirsak, erkakka xos birliklarga ota, aka, yigit, o'g'il kabi, ingliz tilida esa father, brother, boy, son, man, uncle kabi birliklarni keltiramiz. Gender jihatdan neytral birliklar sifatida esa shaxs, bemor hamda person, citizen, student, scientist kabi birliklar olinadi. Afsuski, tadqiqotlarimiz natijasida bir tilda gender jihatdan neytral hisoblangan birliklar boshqa tillarda gender xoslangan birliklar bo'lganligi sababli o'rganuvchilarda ko'plab muammolar, tarjima muammolarini keltirib chiqarishi sababli ularni quyidagi jadvalda biz jamladik. Bunda ko'rib turishingiz mumkin, o'zbek tilida gender jihatdan neytral hisoblangan talaba leksimasi nemis hamda rus tillarida gender jihatdan xoslangan birliklarga ajralib ketadi. Ya'ni die Studentin, der Student, student, studentka. O'zbek tilida olim, olima bo'lib gender jihatdan xoslangan birlik esa ingliz tilida scientist gender neytral birlikka ajratilishi berilgan. Gender nazariyalarining lingvistik tasnifiga keladigan bo'lsak, dissertatsiya davomida 5 turdagi lingvistik gender nazariyalari hamda modellari borasida nazariy asoslar yoritilgan, misollar bilan isbotlangan. Birinchi nazariya defisitlik nazariyasi bo'lib, ushbu nazariya borasida Jespersen, Lakov, Holmes, Ekins lar ish olib borishgan. Afsuski, mana shu jarayonda biz o'zbek tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan, yaratilgan ilmiy nashrlarga ko'zimiz tushmadi. Faqatgina Dilrabo Ismoilovaning Genderologiya monografiyalarida defisitlik nazariyasidagi qarashlar, ilmiy tadqiqot natijalari keltirilganini ko'rishimiz mumkin, lekin boshqa o'zbek tilshunoslarining ilmiy nashrlarida bu boradagi fikrlarni ko'rmadik. Dominantlik nazariyasi psixologik ustunlikka asoslangan lingvistik jarayonni o'zida namoyon etuvchi tur bo'lib, bunda Zimmerman, Atkins, Lender hamda Fishmanlarning o'z
hissalarini qo'shishgan. Radikallik nazariyasi patriarxal jamiyat tamoyillarining tilga ko'chishi bilan bog'lanadi. Uning asoschilari Splendor hamda Deli hisoblansa, differensiallik nazariyasi har bitta millatning mahalliy etnik muhit va madaniyatini to'qnashuviga asoslangan. Bunda Henry Soren kabilar o'zining qarashlarini bayon etishgan. Reformistik nazariyasi esa eng so'nggi hamda neytral muqobil variantni yaratish uchun tadqiq etilgan nazariya bo'lib, bunda reformist feministlar tomonidan tilda mavjud bo'lgan birliklar uchun neytral muqobil variantni taklif etish ko'zda tutiladi. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi gender va siyosiy diskurs deb nomlanib, u quyidagi 3 faslni o'z ichiga oladi. Gender va siyosiy diskursni birgalikda tadqiq etishga qaratilgan birinchi faslimizda gender va diskursni birga o'rganishga oid nazariyalar ochib berilgan. Diskurs terminining kelib chiqishi zamonaviy ijtimoiy fanlarga borib taqaladi. U 1952-yilda amerikalik tilshunos Zelik Harris tomonidan qo'llanilgan bo'lib, yozma hamda og'zaki nutqni bog'lagan holda tahlil etish usuli sifatida tilshunoslikka kiritilgan. O'zbek tilshunoslaridan Shahriyor Safarov esa bu ikki tushunchani birgalikda o'rganishni giperonim hamda giponim munosabatda o'rganishni taklif etishadi. Shuningdek, genderning diskursda tadqiq etilishi 1960-yilning o'rtalariga borib taqaladi. Bunda gender intriga darajasida ko'tarilib, quyidagi muammolar muhokama qilinadi. Birinchi muammolar sifatida erkak va ayol nutqining ijtimoiy tabiati, nutqiy muloqotning o'ziga xos xususiyatlari, tafovutlarning kognitiv aspektlari tadqiqotlar markazidan joy ola boshlaydi. Gender dinamikasi jinsga asoslangan odamlar o'rtasidagi ayollar va erkaklar, qizlar va yigitlar yoki aksincha munosabatlar hamda o'zaro munosabatlarni anglatadi. Gender haqidagi ijtimoiy madaniy tasavvurlar, ularni belgilovchi hukumat va boshqaruv munosabatlari bilan gender dinamikasi belgilanadi. Gender dinamikasining voqealanishi uchun quyidagilar turtki bo'ladi. Jamiyatda mavjud bo'lgan gender me'yoridagi o'zgarishlar, insonlar tomonidan ijtimoiy, ayniqsa gender muammolariga, gender stereotiplariga bildiriladigan munosabatlar, muayyan jinsga oid masalalarda qarashlarning o'zgarishi, qarama-qarshi jins vakillari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarda ijobiy xususiyatlarning ortishi yoki kamayishi. Siyosiy tilshunoslikning kelib chiqishi Lippmann, Lazarfeld, Swellerning tashabbusiga borib taqalsa, siyosiy diskurs borasida Chudinov, Baranov, Parshina, Demyankov, Bakumovalar o'z tadqiqotlarini olib borishgan va quyidagi taqdimotda biz ular tomonidan berilgan fikrlarni ko'rishimiz mumkin. O'zbek tilshunoslaridan Muhammadjon Ergashev esa siyosiy diskurs potensial o'lchovda so'zlashuv va ushbu kommunikativ sohaga xizmat ko'rsatishga qaratilgan og'zaki va yozma belgilar, shuningdek prezentatsiyalar va matnlarni taqdim qilishga bag'ishlangan semiotik makondir deb aytishadi. Shuningdek, siyosiy diskursni lingvistik maydon sifatida o'rganishga Mikhaylova o'zining nazariyalarida asoslab beradi. Unga ko'ra, bu diskursning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, uning asosiy qismi trialog shaklida namoyon bo'ladi. Siyosiy diskursning asimetrik trialog tarzida vujudga kelishi boshqa diskurs turlaridan ajralib turishiga sabab bo'la oladi. Maydon chegaralaridagi ishtirokchilarning soniga ko'ra, siyosiy diskursning trialog shakli quyidagi tartibda belgilaydi. Murojaat qiluvchi, bevosita adresat va adresat kuzatuvchi. Yuqorida keltirilgan misolda muhtaram yurtdoshlar, bugungi kunda navqiron farzandlarimiz yangi O'zbekiston ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Buning tasdiqi sifatida yaqinda Parijda bo'lib o'tgan 33-yozgi Olimpiada o'yinlarida yana bir yaqqol namoyon bo'ldi. Azmu shijoatli o'g'il-qizlarimiz dunyodagi eng yirik sport anjumanida 8 ta oltin, 2 ta kumush, 3 ta bronza medalni qo'lga kiritdilar. Ushbu misoldagi murojaat qiluvchi sifatida muhtaram prezidentimizni, bevosita adresat sifatida yurtdoshlarni hamda adresat kuzatuvchi sifatida ommaviy axborot vositalari yoki boshqa manbalardan ushbu nutqni o'quvchi, tinglovchi, kuzatuvchilarni olishimiz mumkin.
Bobning 3-fasli siyosiy diskursda gender stereotiplari deb nomlanib, gender stereotip atamasi 1922-yilda Amerika klassik jurnalistikasining yorqin namoyandasi Lipman tomonidan jamoatchilik fikri asarida ommaga tanishtirilgan. Shuningdek, Gritsenko stereotiplar insonga atrofdagi borliqni anglab yetish jarayonni osonlashtiradi, tasavvur va xulosalarning paydo bo'lishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Eng qisqa yo'l evristika tamoyilidir deb ta'rif beradi. Siyosiy diskursda gender stereotiplarining paydo bo'lish davri tadqiqotimizda kategoriyalash, kuzatish, xulosa chiqarish, tahrirlash, stereotiplash kabi jarayonlarga, bosqichlarga bo'lingan bo'lib, bunda kategoriyalashda siyosatchilarni ayol va erkakka ajratishdan boshlab, bu bosqich stereotiplash jarayonida, ya'ni siyosiy gender stereotipining vujudga kelishi va uning taqdim etilishi bilan o'z yakuniga yetadi. Lisoniy gender stereotiplarining siyosiy diskursda namoyon bo'lishiga quyidagi misollarni olishimiz mumkin. Ayol siyosatchilar omma oldidagi chiqishlarda xotin-qizlar salomatligi, ta'limi, gender tengligi, zo'ravonlik, ayollarning ijtimoiy mavqei va o'rni kabi mavzularga ko'proq e'tibor qaratadilar. Violence against women is a global crisis. In all of our own neighborhoods, there are women and girls living in danger. More than 70% of women have experienced gender-based violence in some crisis settings. In countries both rich and poor, gender prejudice has fueled acts of violence towards women and girls. Erkak siyosatchilar o'z nutqiy aktlarida asosan sport, armiya, tadbirkorlik kabi mavzularga ko'proq e'tibor qaratadilar. Tadbirkorlikni rivojlantirish biz uchun strategik vazifa. Bizning tayanchimiz ham, suyanchimiz ham, eng katta kuchimiz ham shu sohada mujassam. Shu bois tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazdan tortib eng quyi bo'g'ingacha barcha rahbarlarning kundalik ishi bo'lishi shart deya ta'kidlaydi muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. 3-bob siyosiy diskursning ling va genderologik tadqiqi deb nomlanib, u quyidagi 3 faslni o'z ichiga oladi. Siyosiy diskursdagi maskulin va feminin muloqot strategiyalari hamda gender xoslanishlar sifatidagi natijalarni quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Feminin siyosiy diskurs his-tuyg'ular qamrovida bo'lib, erkaklarga xos nutqda bu holat deyarli kuzatilmaydi. Ayollar esa tabiatan ta'sirchan bo'lganligi bois ichki kechinmalarni muhokama qiladilar va bu nutqda o'z aksini topadi. Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling, orzularingizdan voz kechmang, qiyinchilikdan qo'rqmang, sira ortga chekinmang. Siz tahsinga sazovorsiz deya ta'kidlaydi Saida Mirziyoyeva. Feminin siyosiy diskurs ishtirokchilari ayollarni shaxsiy rivojlantirishga harakat qiladilar. Shuningdek, ular xotin-qizlarga o'zlarini, oilalarini va jamiyatni yaxshilash uchun yordam berishga ishontiradilar. Har qanday sharoitida o'z ustida ishlagan, bilim olishga intilgan ziyoli opa-singillarim, siz shu yurtga ilm nurini tarqatyapsiz. Vatanimizni sizdan tarbiya olgan o'g'il-qizlar yuqori cho'qqilarga ko'taradi. Siz tahsinga sazovorsiz. Ayol siyosatchilar nutqida ayollar huquqlarini himoya qilish va mamlakatda ayollar uchun maishiy va ijtimoiy qulayliklar yaratishga undaladi. Qolaversa, ular tinglovchilarni jamiyatda gender tengsizligiga qarshi bo'lishga chorlaydilar. Lekin erkaklar o'z nutqlarida ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning shaxsiy rivojlanishi haqida gapirmaydilar deb hech kim bahslasha olmaydi. Agar biz xalqimiz bizdan rozi bo'lishini xohlasak, avvalo mo'tabar onalarimiz, opa-singillarimiz, qizlarimiz uchun munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Biz mana shu hayotiy haqiqatdan kelib chiqqan holda bu masalada bir qator muhim qonunlar, farmon va qarorlar qabul qildik deb ta'kidlaydi Shavkat Mirziyoyev. Bu esa ayollar to'g'risidagi mavzularda erkak siyosatchilarning bee'tibor emasligidan dalolatdir. Bobning 2-fasli turli tizimlatilar maskulin siyosiy diskursda gender munosabatlari deb nomlanadi. Quyidagi misollarda 3 tilda so'zlashuvchi siyosatchilar bir xil ijtimoiy maqomga ega bo'lgan, ya'ni prezidentlik maqomiga ega bo'lgan siyosatchilarning nutqlaridan misollar keltirilgan. Assalomu alaykum muhtarama onaxonlar, hurmatli opa-singillar, munis va lobar qizlarim. Avvalo siz azizlarni, butun yurtimiz ayollarni 8-marta xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu misolda
Siyosatchi, muhtarama onaxonlar, hurmatli opa-singillar, munis va lobar qizlarim so'zlari bilan auditoriyaga murojaat qiladi. Bunda esa u aynan mana shu birliklar orqali delimitatsiyani, ya'ni auditoriyani cheklab olishni, faqatgina bu nutq ayollarga qaratilgan ekanligini keltirib o'tadi. Onaxonlar murojaati keksalar uchun tanlangan. Siyosatchi ushbu so'zni o'zidan ancha katta yoshdagi feminin tinglovchilar uchun ishlatadi. Opa-singillar murojaati o'rta yoshdagi ayollar uchun tanlangan. Shuningdek, opa-singillar leksemasining qo'llanilishi so'zlovchi tomonidan o'zining ijtimoiy maqomi va yosh kategoriyasi jihatdan aka yoki uka vazifasini bajaruvchi erkak jinsiga mansub qarindoshlar bilan taqqoslashni ham ifodalaydi. Qizlarim murojaati esa yoshlar uchun tanlangan bo'lib, sotsiolingvistik nuqtai nazardan bu leksemaning nutqiy aktda qo'llanilishi siyosatchi ushbu guruhga mansub feminin tinglovchilarni o'z qizlari, farzandlari qatori ko'rishini, o'zini ota ijtimoiy rolda his qilishini yaqqol voqelantirishga xizmat qiladi. Lekin boshqa nutqlarda, boshqa tilda so'zlovchi prezidentlarning nutqlarida bu kabi holat kuzatilmaydi. Ya'ni ular o'z auditoriyasiga qarindoshlik atamalari bilan murojaat qilishmaydi, jiddiylik, rasmiylikdan uzoqlashmaydi. Bu esa o'zbek madaniyatida mavjud bo'lgan sotsiolingvistik jihatni yoritib beradi, lingvokulturologik jihatni, ya'ni o'zbek madaniyatida, o'zbek tilida birinchi marta tanimagan insonlarga ham qarindoshlik atamalari bilan murojaat qilish mavjud. Bu esa siyosiy nutqga ham ko'chgan. Vladimir Putin esa "Дорогие наши женщины", ya'ni "Наши женщины" so'z birikmasi bilan auditoriyani jamlab oladi. O'ta rasmiylik bilan murojaat qilib, o'z tabrigini bayon etadi. Donald Trump: "My fellow Americans, this Sunday is one of the important days of the year, Mother's Day." Barchadan farqli ravishda Donald Trump esa genderga asoslanmasdan faqatgina fuqarolikka, ya'ni amerikaliklarga o'z murojaatini yo'llaydi. Ushbu yuqorida keltirilgan misollar barchasi 8-mart Xotin-qizlar bayramida yuborilgan omma oldida chiqish qilingan tabriklardan olingan bo'lib, garchi ular bir lingvistik jarayonda, nutqiy jarayonda olingan bo'lsa-da, ular tillarda o'ziga xos tafovutlar bilan yuzaga kelmoqda. Tadqiqotimizning 3-faslida xotin-qizlar ta'limi, gender tenglik, nikoh, oilaviy zo'ravonlik mavzusidagi gender muammolariga asoslangan gender dinamikasi ko'rsatib o'tilgan. Opa-singillarim, siz bizning faxrimizsiz. Sizda orzu maqsadlarimiz timsolini ko'ryapmiz. Xotin-qizlarimiz qanchalik faol ilm-fan, madaniyat va tadbirkorlikka, siyosiy jarayonlarga qancha ko'p hissa qo'shadigan bo'lsa, yurtimizda baxtli va hayotida mamnun ayollar shuncha ko'p bo'ladi. Rus tilida Mariya Zakharova esa o'z fikrlarini bildirar ekan, xotin-qizlar mavzusida balog'atga yetgan qizlar ta'lim olishi yoki oila qurishdan birini tanlash kerakligi haqidagi gender stereotiplariga nisbatan inkor va e'tiroz munosabatini o'z nutqida namoyon etadi. U hech bo'lmaganda ayollar oilani tanlab, hayotini umr yo'ldoshiga bag'ishlagan taqdirda ham farzand tarbiyasi uchun ta'lim olish foyda kerakligini mana shu gender stereotipiga e'tibor sifatida belgilaydi. Angela Merkel esa however, first thing first, girls need access to a basic education. And I know how difficult it's in some countries for girls to have any access to education after the age of 10. This has a knock-on effect on the rest of their lives. Ko'rib turganimizdek, o'zbek tilidagi nutqda xotin-qizlar borasida berilganda qarindoshlik atamalari bilan berilganligi, ijtimoiy maqom jihatdan chetlashish, rasmiylikdan chetlash kuzatilsa, rus tilidagi nutqda bu deyarli sezilmaydi, delimitatsiya saqlab qolinadi. Ingliz tilidagi nutqda esa so'zlovchi o'zining fikrini "This has a knock-on effect on the rest of their lives" iborasi bilan yoritib berishga harakat qiladi. Gender tenglik mavzusidagi gender dinamikasi quyidagi misollarda o'z aksini topishi mumkin. Barcha ayollar kabi o'zbek xotin-qizlarining ham orzulari cheksiz. Kimdir uchuvchi, yana kimdir harbiy
arxitektor, muhandis, kashfiyotchi, dasturchi, tergovchi bo'laman deydi. Qiziqadi shu sohalarga. Ammo erkaklarga nisbatan ko'proq harakat qilishi kerakligini tezda tushunib oladi. Ayol bo'lgani uchungina qarshisida ko'p eshiklar yopiladi, deya ta'kidlaydi Saida Mirziyoyeva. Bu misolda berilgan qarshisida ko'p eshiklar yopiladi so'zlari, jumlasi aynan mana shu ularga nisbatan gender tengsizligi mavjudligiga ishora qilsa, Angela Merkelning nutqida the goal needs to be equality everywhere. Much have been achieved over the past decades on the road to gender equality. But a swallow doesn't make a summer, deya ta'kidlaydi Angela Merkel. Bunda siyosatchi qaldirg'ochning uchib kelishi yozni olib kelmaydi ma'nosidagi maqol bilan o'z fikrini isbotlamoqchi hamda gender tenglikka olib borilayotgan chora-tadbirlar kam ekanligini ifodalaydi. Nikoh mavzusidagi gender dinamikasi o'zbek siyosiy diskursida Tanzila Norboyevaning nutqlarida ko'p uchraydi. Bundan tashqari, avvalroq hokimlar va mahalliy hokimiyat organlariga muayyan sharoitlarda nikoh yoshini pasaytirishga ruxsat berilgan edi. Ammo hozir bu masala qayta ko'rib chiqilmoqda. Eng muhimi, u nafaqat qonunchilik, balki odamlarning tafakkuri ham o'zgarmoqda. Qizlarning ota-onasida qizlarga yaxshi ta'lim yoki kasb-hunar berish shart emas, baribir u boshqa oilaga ketadi degan fikr bo'lgan. Bu stereotip odamlarning tafakkurida ildiz otgan, biroq so'nggi yillarda vaziyat o'zgarmoqda deya gender dinamikasini namoyon etadi Tanzila Norboyeva. Oilaviy zo'ravonlik mavzusidagi gender dinamikasida quyidagi misollar davomida ko'rishimiz mumkin. Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rganib boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha, endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekanligiga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas, bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir deya ta'kidlanadi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, Saida Mirziyoyeva biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz parchasi orqali biz deganda aynan ayollarni nazarda tutganligini metafora orqali ko'rishimiz mumkin. I believe that women have to be protected. Men have to be children, everybody, but women have to be protected where they are at home in suburbia. Quyidagi ingliz tilidagi misolda esa siyosatchi erkaklar ham ayol hamma himoya qilinishi kerak, lekin ayollar hattoki uylarida ham himoya qilinishga majbur deya o'z fikrlarini ifoda etiladi. Tadqiqotimizning natijalari 10 banddan iborat xulosalar bilan yakunlangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Dissertant tadqiqot mazmuni bilan tanishtirdi. Endi savol-javob qismiga o'tamiz. Kimda qanday savollar bor? Kengash a'zosi Sofiyaxon. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, a'zolar va ishtirokchilar. Bugun mana chiroyli ishtirok guvohi bo'ldik. Maftunaxon, endi sizga beradigan savolimiz mana hozir asosan davlat rahbarlarini siyosiy nutqlari bilan o'rganibsiz va o'sha davlatning birinchi rahbarlari bilan deputatlar nutqiga ham e'tibor qaratdingizmi? Tanzila Norboyeva bo'yicha nima qildingiz? Erkak deputat, ayol deputatlarni siyosiy nutqlari bilan tanishdingizmi? Deputatlarning siyosiy nutqlaridan mavzuyimizga oidlarini faqatgina o'sha Senat raisi Tanzila Norboyeva nutqlarini tahlil qilganmiz. Ishning hajmidan kelib chiqib bu masalaga to'xtala olmadik. Chunki 3-bobning 1-faslida maskulin muloqot strategiyalarini yoritib berishga harakat qilingan bo'lsa, aynan mana shu siyosatchilarda feminin siyosiy diskursdagina ayollarga oid masalalarga ko'proq e'tibor qaratilganligi bois biz
Saida Mirziyoyeva, Mariya Zaxarova, Tanzila Norboyeva kabi ijtimoiy maqom jihatdan bir-biriga teng, nisbatan teng bo'lgan nutqlarni tahlil qilishga harakat qildik. Mariya Zaxarovani tashqi ishlar vaziri sifatida sotsial maqom jihatdan bir-biriga teng bo'lgan nutqiy vaziyat bir muammo doirasida bo'lganlarni tadqiq etishga harakat qildik. Kelgusidagi ishlarimizda bu masalaga e'tibor qaratmoqchimiz. Ho'p, menda savol bor. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Menda savol bor. Mana dissertatsiya mavzusi turli tizimli tillar siyosiy diskursda gender dinamikasi deb olingan va ommaviy axborot vositalari misolida deyapsiz. Endi ma'lumki, dinamika bu taraqqiyot bilan bog'liq va ayni paytda siyosiy diskurs degani lingvistikaga yaqinlashadi. Umuman olganda siz mana shu mavzuni til sathlar doirasida lingvogenderologik farqlanishini qanday tushunasiz? Siz keltirayotgan mana bu misollar haqiqatdan ham o'zbeklarda shunaqa gender farqlanishni ko'rsatib turadimi? Aynan ayol gapiryapti shu keltirgan misollaringizda yoki erkak gapiryapti degan narsa olamni lisoniy genderologik manzarasida aks etadimi? Shunga ishontira olasizmi? Savolingiz uchun katta rahmat ustoz. Tadqiqotimiz mobaynida bu masalaga, bu lingvistik muammoga ko'p bora to'xtalganmiz. Birinchi bobning 2-faslida lingvistik gender nazariyalarini tavsifini yoritishda, maskulinlik va feminillik muloqot strategiyalarini yoritishda Roben Lakov nazariyalaridan boshlab misollar va barchasi tahlil etilgan. Asosan mana shu vaqt reglamentining cheklanganligi, tadqiqotning barcha sahifalarini avtoreferatga ko'chirib olib chiqolmasligi natijasida ba'zi bir misollarni, punktlarni keltira olmadik, lekin dissertatsiyada aynan ayollar nutqida qanday birliklar ishlatilishi, misol uchun ayollar ko'proq o'zlarining nutqlarida empty words, inglizcha ta'rif bilan aytganda bo'sh so'zlarni juda ham ko'p qo'llashi. Bo'sh so'zlar. Ya'ni nutqda ko'proq ishlatiladi, lekin unchalik ta'sirga ega bo'lmagan so'zlarni ishlatilishi Roben Lakov nazariyalaridan tortib boshqa tilshunoslar nazariyalarida keltirilganligi aytilgan. Misol uchun, ayollar biror narsaga munosabat bildirganda juda chiroyli ekan. Ya'ni ayollar nutqidagi chiroyli birligi sifati bo'sh so'z sifatida berilgan. Ya'ni u juda ham ko'p qo'llanilganligi sabab ayollar tomonidan o'zining ta'sirchanligini yo'qotgan. Erkaklarda esa ularda grammatik jihatdan murakkab strukturaga ega bo'lgan, tanlangan leksik birliklar borligi uchun ularning nutqlari ijtimoiy mavqe jihatdan ham, ta'sir doirasi jihatdan ham ko'proq kuchliroq ekanligi o'z aksini topgan va bu dissertatsiyada tahlil etilgan. Men savol berishim ma'nosi shunday bo'lyaptiki, mana masalan o'zbeklarda shunaqa nutqiy aktlar bor. Erkak kishi muloqot qilayotganda soatingiz necha bo'ldi deb so'ramoqchi bo'lsa, nutqiy akt bu yerda shilqimlik ma'nosi aks etishi mumkin. Bu yerda shuni gender farqlanish, erkaklarga xos shunaqangi holat ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa xotin quli degan so'z bor. Xotin chalish degan so'z bor. Erkak shodda degan so'z bor. Voy o'ling degan so'z bor. Bularda o'zini egasi bor. Bunisi ayolga, bunisi erkakka tegishli. Sizni dissertatsiyangizda aynan til sathi, fonetik, leksik va grammatik sathiga oid lisoniy vositalarni u ayolga yoki erkakka xoslanish to'g'risida so'z bormi? Siyosiy diskursda shu narsalar hisobga olinganmi? Masalaning mohiyatiga o'tsak demoqchiman. 3-bobning 2-faslida o'sha genderga asoslangan murojaatlarda o'sha onaxonlar, opa-singillar kabi qarindoshlik atamalar borasida bular dissertatsiyada kengroq tahlil etilgan, lekin asosan biz e'tiborimizni gender dinamikasining namoyon bo'lishiga, voqelanishga qaratganligimiz bois u jinsga asoslangan, genderga asoslangan ijtimoiy munosabatlarga siyosatchilar tomonidan bildirilgan fikrlar, e'tirozlar kabi parchalardan, namunalardan olinganligini ko'rishimiz mumkin, lekin birliklar
borasida to'xtalmaganmiz. Onaxonlar, opa-singillar kabi so'zlarni kimga nisbatan ishlatish kerak? Dissertatsiyada eng yaxshi tomoni borki, o'sha lingvogendrologiyaga oid nazariyalarni birma-bir sanagansizda. Masalan, o'sha defisitlik nazariyasi, defisitlik nazariyasini shakllanishi va uni ayol erkak nutqida, tilida shunaqa ifodalanishini qanday izohlaysiz? Defisitlik nazariyasi. Defisitlik nazariyasi asosan Robin Lakovning tashabbusi hamda ilmiy nashrlariga borib taqaladi. Bunda ayollar tadqiqotimizning 3-bobida ham keltirilgan ayollar o'z nutqlarida auditoriyadan ularni tinglovchilardan madad kutishadi. Ya'ni ularni fikrlarini uning nazariyasiga ko'ra qo'llab-quvvatlab turishlarini kutishadi. Auditoriyaga savollar bilan murojaat qilishadi. Tasdiq so'roq gaplarni ko'p ishlatishadi. Erkaklar esa o'zlarini yakunlangan, ma'lum bir xulosaga ega bo'lgan fikrlarini auditoriyaga taqdim etishadi. Bunda maqom, psixologik, kuch-qudrat jihatdan o'z aksini topadi. Bu aynan bir birliklar doirasida emas, butun bir matn, parchalarda o'z aksini topishi mumkin. Mayli. Yana kimda savollar bor? Zoomda ishtirok etayotgan kengash a'zolari. Yetarlimi? Yetarli deyilgan fikrlar bo'lyapti, degan fikrlar bo'lyapti. Marhamat, o'tiring. Himoyada dissertantni rahbarlari o'tirishibdi. Vasilaxon Karimova so'z navbatini kishiga beramiz. Marhamat. Xo'p, ilmiy rahbar demak yozma xulosa bilan chegaralanyaptilar. Bo'lmasa so'z navbatini ilmiy kotibga beramiz. Ilmiy kotib mazkur dissertatsiyaga yetakchi tashkilot tomonidan berilgan taqrizlar mazmuni bilan hamda dissertatsiya avtoreferaty yuzasidan yuborilgan mutaxassislarni taqrizlari bilan tanishtiradilar. Marhamat. Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot Andijon davlat chet tillari instituti umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrasi yig'ilishida 2025-yil 24-dekabr bayonnomasida tashqi taqriz berilgan. Tashqi taqriz bayonnomasida Ubaydullayevaning falsafa doktori dissertatsiyasida erishilgan yutuqlar sifatida quyidagilar qayd etiladi. Birinchisi, Qo'qon davlat universiteti tadqiqotchisi Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining 10.00.11 til nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidan turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi, ommaviy axborot vositalari materiallari asosida mavzusidagi filologiya bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi yaxlit monografik tadqiqot. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tavsiflash, qiyoslash, umumlashtirish, kategoriyalash, kross madaniy va diskurs tahlili metodlaridan samarali foydalanilgan. Ikkinchisi, siyosiy diskursning lingvogendrologik tadqiqi o'zbek tilshunosligida dolzarb masalalardan biri hisoblanib, kompyuter lingvistikasi, diskursologiya, gender tilshunosligi, siyosiy tilshunoslik kabi sohalar bo'yicha mavjud ilmiy ma'lumotlarni kengaytiradi va mukammallashtiradi. Uchinchisi, talaba va magistrantlarning umumiy tilshunoslik, kompyuter lingvistikasi, pragmalingvistika, lingvogendrologiya sohalari bilan bog'liq ilmiy nazariy bilimlarni boyitishga erishilgan. To'rtinchisi, dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 15 ta ilmiy ish chop etilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sessiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrdagi maqolalari anjumanlar ko'rinishida aprobatsiyadan o'tkazilgan. Beshinchisi, Ubaydullayev Maftuna Omonboy qizining ushbu dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy sessiya komissiyasi nizomida belgilangan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Shuningdek, dissertatsiya ishi yuzasidan quyidagi juz'iy kamchilik va fikr mulohazalar bildirilgan. Birinchisi, dissertatsiyada gender tilshunosligiga atamalardan unumli foydalanilgan bo'lib, ularni ilova shaklda keltirish mumkin edi. Ikkinchisi, tadqiqotda jadval chizmalar ko'p berilgan. Ba'zi o'rinlarda ularni chuqurroq ifodalash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Aytib o'tilgan mulohazalar ishning ilmiy qimmatiga ta'sir etmaydi. Dissertatsiyada katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Unda izchil fikrlar bayon etilgan. Ish texnik talablar darajasida shakllantirilgan. Umuman yetakchi tashkilot taqrizida Qo'qon davlat universiteti tadqiqotchisi Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi mavzusidagi 10.00.11
til nazariyasi, amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablari darajasida bajarilganligi, avtoreferat va e'lon qilingan maqolalar dissertatsiyaning asosiy mazmunini o'zida aks ettirishi va uning muallifi 10.00.11 til nazariyasi, amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga munosib ekanligi ta'kidlanib, himoyaga tavsiya etilgan. Ubaydullayevaning dissertatsiya avtoreferatiga quyidagi ilmiy muassasa va mutaxassislardan ijobiy taqrizlar olingan. Birinchisi, O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti professori, filologiya fanlari doktori Quldoshev imzosi bilan. Ikkinchisi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, filologiya bo'yicha falsafa doktori PhD Abdullayeva imzosi bilan. Uchinchisi, Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti, PhD Bahodirova imzosi bilan. To'rtinchisi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Jo'rayeva imzosi bilan. Beshinchisi, Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi dotsent PhD Ismoilova imzosi bilan. Oltinchisi, Alfraganus universiteti dotsenti PhD Hakimova imzosi bilan. Yettinchisi, Milliy tadqiqot universiteti dotsenti PhD Alavuddinova imzosi bilan. Sakkizinchisi, Qo'qon universiteti dotsenti PhD Najmiddinov imzosi bilan. Shuningdek, Ubaydullayevaning dissertatsiyasi avtoreferatiga Malayziya universiteti Pendi dekan Sultan Idris dotsenti PhD Intan Safinas Mohd Arif Al-Bakri hamda Pittsburgh davlat universiteti dotsenti PhD Julia Denti imzosi bilan ijobiy taqrizlar olingan. Sanab o'tilgan taqrizlarda dissertatsiya ishining qimmati, mavzuning dolzarbligi, zarurati, dissertatsiyaning maqsadi, vazifalari, obyekti, predmeti, tadqiqotning ilmiy yangiligi va ilmiy amaliy ahamiyati hamda nashr etilgan dissertatsiya ishlar bo'yicha erishilgan yutuqlar e'tirof etilgan. Dissertatsiyada ilmiylik va amaliy jihatlarga e'tibor berilgan. Tadqiqotning mazmun va mohiyati tadqiqotchining ilmiy maqola va tezislarida nashr etilgan. Yuqoridagi avtoreferatga kelgan taqrizlarning barchasida Ubaydullayeva Maftunaxon Omurboy qizining tadqiqoti ijobiy baholanib, falsafa doktori dissertatsiyalari oldiga qo'yiladigan barcha talablarga javob berishi ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya avtoreferati Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'la mosligi, uning muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi alohida ta'kidlangan. Yetakchi tashkilot sifatida ishimizni muhokamaga qo'ygan Andijon davlat chet tillar instituti, jumladan umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrasi mudiri Bekzoda Abdullayevga, taqrizchilarimiz Ma'rifat Qasimova, Gavharoy Xaliqovaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va keltirilgan takliflarga munosabatimiz quyidagicha. Birinchi tavsiyaga nisbatan kelgusidagi tadqiqotlarimizda aynan mana shu genderga oid atamalarni ilova shaklida shakllantirishga e'tibor qaratamiz. Ikkinchisi, dissertatsiyaning asosiy matnida shakllantirilgan jadvallar hamda rasmlar nazariy asoslarni xulosalash, undagi fikrlarni alohida ko'rsatib o'tishga qaratilgan bo'lib, ularni o'rinli deb hisoblaymiz. Qolaversa, dissertatsiyamizning avtoreferatini sinchkovlik bilan o'qib, o'z munosabatlarini, taklif va tavsiyalarini, taqrizlarini taqdim etgan barcha professor o'qituvchilariga, taqrizchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. So'z navbatini ishni rasmiy muhokamasiga o'tamiz. So'z navbatini rasmiy opponent, filologiya fanlari doktori professor Umarova Nargiza Mustamovnaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari. Ijozatlaring bilan taqrizni o'qib tanishtirsam. Zamonaviy tilshunoslikda sotsiolingvistika, psixolingvistika, pragmalingvistika, lingva kulturologiya, neurolingvistika, kognitiv tilshunoslik, siyosiy tilshunoslik kabi turli yo'nalishlar paydo bo'ldi. Bu sohalardan siyosiy tilshunoslik jamoatchilik fikri va ijtimoiy normalarni shakllantirishga ta'sir etuvchi muhim yo'nalish sifatida ajralib turadi. Siyosiy diskurs esa o'z navbatida siyosiy jarayon va
islohotlarning samaradorligini oshirish bilan birga siyosiy kontekstlarda turli sohalarning o'zaro aloqasini tahlil qilishga xizmat qiladi. Siyosiy nutqlarda gender masalalari, ayniqsa O'zbekistondagi o'ziga xos sotsiolingvistik muhit va davom etayotgan ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar kontekstida dolzarb ahamiyatga ega. O'zbek tilida jinsning leksik va morfologik jihatlari mavjud bo'lib, bu siyosiy diskursda jamiyatning gender rollariga bo'lgan munosabatini chuqur tahlil qilish imkonini yaratadi. Siyosiy nutqlarda ommaviy axborot vositalari materiallarida va boshqa siyosiy diskurs janrlarida genderni ifodalash usullarini o'rganish jamiyatdagi keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalar va mafkuralarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega deb o'ylaymiz. Shuningdek, O'zbekistonda ayollarning siyosiy va ijtimoiy harakatlardagi ishtiroki ortayotgani hisobiga ushbu diskursda ko'rinadigan, ko'zga tashlanadigan lisoniy gender xususiyatlarini tushuntirish bu kunlarda juda ham muhim va dolzarb hisoblanadi. Dissertatsiyaning kirish qismida tadqiqotning dolzarbligi asosiy dalillar bilan yoritilgan, maqsad va vazifalar aniq belgilangan. Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizining turli tizimlar siyosiy diskursda gender dinamikasi OAB materiallari asosida nomli dissertatsiyasi kirish 3 asosiy bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Nazariy masalalar yechimiga qaratilgan birinchi bobda tilshunoslikda gender masalalar tadqiqi deb nomlangan bo'lib, dastlabki fasli gender tushunchasi tilshunoslikning tadqiqot obyekti sifatida deb nomlanadi. Tilshunoslikda gender masalalarining nazariy va amaliy jihatdan shakllanish davri tadqiq etilgan, genderning 2 megagender va gender bosqichida o'rganilganligi haqida qator fikrlar keltirilgan. Jahon tilshunosligida Lakov, Schultz, Zimmerman, Ues, Fishman, Daly, Splenda, Barr, Atkins, Dubois, Crouch, Tannen, Eckert, Holmes, Buchholz, Paul, Cameron, Sunderland kabi. Rus tilshunosligida esa Fomina, Teliya, Garatnikova, Yefremov, Kolesnikova, Tomskaya, Krilina, Haleyeva, Gritsenko kabi olimlarning tadqiqotlariga murojaat qilingan. O'zbek tilshunosligida gender masalasida tadqiqotchi Ergasheva va Abduvahhab buvalarning ishlariga murojaat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi bobning 2-fasli gender nazariyalarining lingvistik tasnifi deb nomlanib, lingvistik gender nazariyalarining turlari taqdim etilgan. Unda asosan dominant, defitsit, radikal, ziddiyat va reformist nazariyalarga oid lisoniy tadqiqotlar va ularning natijalari keng yoritilgan. Ularning vujudga kelishda yetakchilik qilgan omillarga izchillik bilan izoh berilgan. Bob yakunida chiqarilgan xulosalar mantiqan asoslangan bo'lib, keyingi boblar uchun mustahkam nazariy asos yaratganligini alohida ta'kidlash zarur. Dissertatsiyaning 2-bobi gender va siyosiy diskurs deb nomlanadi. U o'z 3 faslni o'z ichiga oladi. Genderning diskursi tadqiq etilishi deb nomlangan birinchi faslda diskurs tushunchasi, uning genezisi, diskursning muayyan turlarida gender muammolarining o'rganilishi, gender va diskursning o'zaro bog'liqlik kasb etuvchi jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Siyosiy diskursning lingvistik maydoni deb nomlangan bobning 2-faslida siyosiy diskurs siyosiy tilshunoslikning asosiy tushunchasi sifatida tadqiq etilgan. Uning kelib chiqishiga oid qarashlar bayoniga o'rin berilgan. Shuningdek, tadqiqotchi tomonidan Shegal va Mixalyovalarning siyosiy diskursni maydon sifatida tadqiq etish borasidagi lisoniy qarashlariga tayanib tahlillar olib borilgan. Siyosiy diskursning birlamchi va ikkilamchi janrlari, institutsional va noinstitutsional turlari, o'ziga xos xususiyatlari, maqsadlari va vazifalarga oid qarashlar ham mazkur faslda o'rin olgan. 2-bobning 3-fasli siyosiy diskursda gender stereotiplari deb nomlanadi. Ushbu faslda stereotiplarning shakllanish bosqichlariga alohida e'tibor qaratilgan. Siyosiy diskursda kategoriyalash, kuzatish, xulosa chiqarish, tahrirlash, stereotiplash kabi bosqichlardan keyin stereotiplarning vujudga kelishi asoslangan misollar asosida tahlil qilingan. Stereotiplash jarayonida kategoriyalarning tutgan o'rni, bunda insonning ham kuzatiluvchi obyekt hamda kuzatuvchi subyekt sifatida namoyon bo'lishi haqidagi qarashlar ko'zga tashlanadi. Shuningdek, lisoniy gender stereotiplarining kognitiv, affektiv, ijtimoiy, integral, tejash
pragmatik himoya funksiyalari ham izohlanib o'tilgan. Dissertatsiyaning 3-bobi siyosiy diskursning lingvakulturologiya tadqiqi deb nomlanadi. Bobning siyosiy diskursning gender xususiyatlari deb nomlanuvchi 1-faslida maskulin va feminin siyosiy diskursining allomorfik va izomorfik jihatlariga e'tibor qaratilgan. Siyosatchilarning nutqiy aktidagi kommunikativ gender xususiyatlari misollar bilan asoslab berilgan. Turli tizimli tillar maskulin siyosiy diskursda gender munosabatlar deb atalgan 2-faslda siyosiy diskursning birlamchi janrlariga oid namunalar tahlilga tortilgan. Bu orqali dissertatsiyaning ingliz, rus va o'zbek siyosiy diskursida gender munosabatlari va dinamikasining namoyon bo'lishiga oid natijalar taqdim etilgan. Yuqorida mana tadqiqotchini o'zi juda chiqishlarda chiroyli qilib tahlillar keltirib berdi. Biz qayta bu misollarga murojaat etib o'tirmadik. Bu xil jins va siyosiy mavqedagi siyosatchilar tomonidan bir xil nutqiy vaziyatda so'zlangan nutqlar bo'lishiga qaramasdan turli tizimli tillarda jinsga asoslangan murojaatlar turlicha ifodalanishi sotsiolingvistik, lingvakulturologik va genderologik jihatdan asoslab berilgan. Bobning 3-fasli turli tizimli tillar feminin siyosiy diskursida gender dinamikasining voqealanishi deb nomlanib, ayol siyosatchilar nutqida gender dinamikasining voqealanishi misollar asosida dalillangan. Birlamchi va ikkilamchi siyosiy diskurs janrlaridan namunalar olingan, siyosatchilar tomonidan jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy muammolarga bildirilgan munosabatlarning lingvistik ifodasiga ham e'tibor qaratgan. Bu juda e'tiborli jihat. Dissertant tomonidan bajarilgan ishlarni alohida xususiyatni baholash mumkin. Xususan Mirziyoyeva, Narbayeva, Zaxarova, Bahaus, Merkels kabi ayol siyosatchilarning gender tenglik, oilaviy zo'ravonlik, xotin-qizlar ta'limi va nikoh kabi mavzularga oid nutqlarida gender dinamikasining namoyon bo'lishi diskursiv tahlilga tortilgan. Tadqiqot natijalari 10 banddan iborat xulosalarda umumlashtirilgan. Ma'lumki, bugungi globallashuv jarayonida siyosiy nutqning ijtimoiy ongga ta'siri kuchayib borayotgan bir sharoitda undagi gender omillarini lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilish alohida dolzarblik kasb etadi. Mazkur dissertatsiya aynan shu ehtiyojdan kelib chiqib, siyosiy diskursda maskulin va feminin nutq modellarining shakllanishi, rivoji va namoyon bo'lish mexanizmlarini ilmiy asosda ochib berishga qaratilgan. Umuman, dissertatsiya mazmuni ilmiy va amaliy jihatdan yuqori ahamiyatga ega bo'lib, tadqiqot natijalari tilshunoslik va tarjimashunoslik sohasidagi izlanishlarni boyitishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Taqdim etilgan avtoreferat va nashr etilgan maqola hamda tezislar dissertatsiyaning asosiy mazmunini o'zida qamrab oladi. Mazkur dissertatsiyaning alohida yutuqlari sifatida yana quyidagilarni ta'kidlab ko'rsatish lozim. Birinchidan, tadqiqotda gender tilshunoslik diskurs tahlili lingvistik sohalarga doir tahlil metodlaridan foydalanilgan holda yoritib berilgan. Bu dissertatsiyaning ko'p qirrali metodologik asosini tashkil etadi. Ikkinchidan, dissertatsiyada foydalanilgan nazariy qarashlar, misollar orqali asosli ravishda dalillangan va keng tahlilga tortilgan, fikrlar aniq ifoda etilgan. Bu esa mavzuning mohiyatini ochib berishga to'liq xizmat qilgan deb ayta olamiz. Uchinchidan, o'zbek tilshunosligida ilk bor siyosiy nutq namunalari ling va genderologik jihatdan tahlilga tortilganligini alohida ta'kidlash lozim. Bu tadqiqot ishining ko'lami va qamrovini yanada keyingi ishlarda kengaytirish mumkinligini ko'rsatadi. Yuqorida qayd etilgan yutuqlar bilan birga dissertatsiya bo'yicha ayrim mulohazalarimiz ham yo'q emas. Ular quyidagilar. Birinchi, dissertatsiyada gender tilshunosligiga oid ko'plab atamalardan foydalanilgan, biroq qo'llanilgan ayrim atamalarning izohi berilmagan. Ularni kengroq talqin qilish va ilova shaklida keltirish ishning ilmiy saviyasini oshirgan bo'lar edi. Shuningdek, tadqiqotga olib chiqilayotgan genderologik doiradagi nutqlar tahlilida lingvistik holatlarni yoki hodisalarni tavsiflashga alohida e'tibor qaratish kelgusi ishlarida e'tiborga olinsa yaxshi bo'lardi. Ikkinchidan, tadqiqotda diskursiv tahlilni Lakov nazariyasi asosida yanada kengroq amalga oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Uchinchidan, dissertatsiyaning 1-bobida lingvistik gender nazariyalar doirasida milliy nashrlardan deyarli foydalanmaganligi kuzatiladi. Bunda ko'proq o'zbek tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlarga murojaat qilinsa, ishning nazariy qimmati yanada oshgan bo'lar edi. To'rtinchidan, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida so'nggi 10 yillikda olib borgan izlanishlar son jihatdan
kam ozchilikni tashkil etadi. Tadqiqot mavzusi doirasida yangi ilmiy adabiyotlarga kengroq o'rin berilsa va ko'proq murojaat qilinsa ayni muddao bo'lar edi. Beshinchidan, dissertatsiyada keltirilgan jadval va rasmlar son jihatdan juda ham ko'p. Shuningdek, ayrim o'rinlarda qisqa sharhlar ham berilgan. Ularga o'ylaymizki, ularni yanada chuqurroq izohlash, tahlil qilish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz, hisoblaymiz. Yuqorida qayd etilgan mulohazalar tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ishning ilmiy va amaliy qimmatiga aslo putur yetkazmaydi, jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Qo'qon davlat universiteti tadqiqotchisi Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi OA materiallar asosida mavzusidagi 10.00.11 til nazariyasi, amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligida taqdim etilgan ilmiy ishi yakunlangan tadqiqot ishi sifatida Oliy attestatsiya komissiyasining filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyalari oldiga qo'yilgan talablarga to'la javob beradi. Uning muallifi esa filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Nargizaxon, sog' bo'ling. Rasmiy opponent fikr mulohazalariga javob bering. Ishimizni Band bo'yicha alohida e'tibor qaring. ishimizni sinchkovlik bilan o'qib, o'zining taklif va mulohazalarini bergan, taqrizlarini bayon etgan Farg'ona davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Umarova Nargiza Rustamovnaga minnatdorchilik bildiramiz. Birinchi mulohaza yuzasidan munosabatimiz quyidagicha. Ya'ni gender tilshunosligida ko'plab atamalardan foydalanilgan, biroq ayrim atamalarning izohi keltirilmagan. Ularni kengroq talqin qilish va ilova shaklida keltirish borasida kelgusidagi tadqiqot ishimiz uchun buni dasturul amal sifatida qabul qilamiz. Ikkinchi, tadqiqotda diskursiv tahlilni Rauben-Lakov nazariyasi asosida yanada kengroq amalga oshirish maqsadga muvofiq edi. Quyidagi borasidagi fikrimiz shundan iboratki, ishning hajmi va lingvistik gender nazariyalarning boshqa turlari yoritilganligini hisobga olib, Rauben-Lakov nazariyasiga qisqaroq yondashganmiz, chunki boshqa yana 5 ta nazariya hamda gender modellarini yoritganligimiz bois. Uchinchi, dissertatsiyaning birinchi bobida lingvistik gender nazariyalar doirasida milliy nashrlardan deyarli foydalanilmagan. O'zbek tilshunosligidagi olib borilgan tadqiqotlarga murojaat qilinganda ishning nazariy jihatlari yanada mukammallashgan bo'lar edi. Mulohazasiga fikrimiz quyidagicha. O'zbek tilshunoslari tomonidan bu borasida yetarlicha tadqiqotlar olib borilmagan. Biz buni uchratmadik. Faqatgina Dilrabo Ismoilovaning lingvogenderologiya monografiyalarida defisitlik nazariyasiga oid qarashlar mavjud, ilmiy asoslar berilganligi sabab ularning adabiyotlardan foydalandik hamda 34-35 betlarda bu borasidagi fikrlarni yoritib ketganmiz. To'rtinchi mulohazaga nisbatan fikrimiz shundan iboratki, kelgusidagi tadqiqotlarimizda ushbu jihatlarni albatta hisobga olamiz. Dissertatsiyadagi jadvallar va rasmlar soni, ularga qisqa berilgan izohlar yuzasidan munosabatimiz shundayki, ushbu jadvallar nazariy asoslarni, fikrlarni xulosalash uchun va jamlash uchun berilgan va ularni o'rinli deb hisoblaymiz. Hurmatli kengash a'zolari, mana rasmiy opponentlarni chiqishi yakunlandi. Norasmiy opponentlarga so'z berishdan oldin Dilfuzaxon bor. Rasmiy opponent, ikkinchi rasmiy opponentimiz Dilfuzaxon Nurmonovaga so'z beramiz. U kishi taqrizlarni taqdim etganlar. Ramziyaxon kotiba o'qib beradilar. Iloji bo'lsa asosiy
Qo'qon davlat universiteti doktoranti Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi ommaviy axborot vositalari materiallari asosida mavzusidagi 10.00.11 til nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasiga taqriz. Zamonaviy tilshunoslikda tilni ijtimoiy hodisa sifatida o'rganish, uni jamiyatdagi siyosiy, madaniy, mafkuraviy jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, siyosiy diskurs, til orqali hokimiyat, ijtimoiy munosabatlar, ideologik qarashlarning shakllanishi, uzatilishini aks ettiruvchi murakkab kommunikativ hodisa sifatida e'tirof etiladi. Ushbu jarayonda gender kategoriyasi ijtimoiy konstrukt sifatida siyosiy nutqning mazmuniy pragmatik tuzilmasida muhim o'rin egallaydi. Shu nuqtai nazardan tadqiqotchi Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi mavzusidagi dissertatsiyasida dolzarblik kasb etadi. Dissertatsiya kirish 3 asosiy bob, xulosalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi, zarurati, tadqiqotni respublika fan va texnologiyalar rivojlanish ustuvor yo'nalishlari bilan mosligi kabi masalalar ochib berilgan. Dissertatsiyaning tuzilishi, hajmi kabi masalalar talab darajasida yoritilgan. Tadqiqotning birinchi bobi tilshunoslikda gender masalalarini tadqiqi deb nomlangan bo'lib, uning genderologik birliklar tilshunoslikning tadqiqot obyekti sifatida nomli dastlabki faslida tilshunoslikda gender masalalarini amaliy jihatdan shakllanish davri tadqiq qilingan. Birinchi bobning gender nazariyalarining lingvistik tasnifi deb nomlangan ikkinchi faslida tilshunoslikda mavjud bo'lgan genderologik nazariyaning yuzaga kelish amaliy ahamiyati borasidagi tadqiqotlar yoritilgan. Genderga oid qarashlarning rivojlanishida essensiallik va konstruktivlik nazariyasining birlashishidan yuzaga kelgan tilshunoslar tomonidan eng muhim deb qaraladigan defitsit, dominant, ziddiyat nazariyasi, reformistik ijtimoiy konstruktivizm hamda semiologistik nazariyalar haqida keng ma'lumot beradi. Tadqiqot ishining gender siyosiy diskurs tadqiqiga bag'ishlangan ikkinchi bobida gender va siyosiy diskurs o'rtasidagi bog'liqlik masalasi, siyosiy tilshunoslik doirasida olib borilgan qator tadqiqot ishlari, siyosiy diskursga oid umumlingvistik genderologik masalalar yoritilgan. Mazkur bobning birinchi faslida genderning diskursda tadqiq etilishi o'rganilib, diskurs borasidagi umumiy qarashlar, unga gender omilining ta'siri bayon etilgan. Ma'lumki, stereotiplarni tadqiq etish 20-asrda boshlangan bo'lib, unga turlicha yondashuvlar mavjud. Bu boradagi ilmiy izlanishlar o'z davrining mashhur psixologlaridan biri Alport tomonidan olib borilgan. U stereotip faqatgina kategoriya bilan doirasida vujudga kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, stereotip bo'rttirilgan mafkura bo'lib, uning asosiy maqsadi insonning xatti-harakat va xulq-atvorini muayyan kategoriyaga bog'liq ekanligini isbotlashdan iboratdir. Xo'p. Ikkinchi bobning siyosiy diskursda gender stereotiplari deb nomlangan 3-faslda dissertant ana shular haqida fikr yuritadi. Unda tadqiqotchi lisoniy stereotiplarning kognitiv, affektiv, ijtimoiy, integral, tejash, pragmatik hamda himoya funksiyalari xususida fikr yuritar ekan, stereotip tilshunoslikda muhim fenomen ekanligini ta'kidlaydi. Dissertatsiyaning 3-bobi siyosiy diskursda lin va genderologik tadqiqi deb nomlangan bo'lib, bobning siyosiy diskursning gender xususiyatlari nomli dastlabki faslida maskulin va feminin siyosiy diskursning umumiy va farqli jihatlari yoritilgan. Tadqiqotchi bu o'rinda insonlarning umumiy kommunikativ gender xususiyatlari siyosiy diskursga ham taalluqli ekanligi, ayol va erkakning nutqidagi gender xoslanish siyosiy diskursda ham o'z aksini topishi haqidagi qarashlarni bayon qiladi va misollar yordamida keng tahlil qiladi. 3-bobning turli tizimli tillarda maskulin siyosiy diskursida gender munosabatlari deb atalgan 2-faslda ingliz, rus va o'zbek siyosatchilarining nutqlari gender omili asosida diskursiv tahlil qilingan. Siyosiy diskursda gender dinamikasining lingvistik jihatlarini yoritib berishni siyosatchilarning jinsga asoslangan murojaatlarini tahlilga tortish bilan baholash o'rinlidir. Bobning turli tizimli tillar feminin siyosiy diskursida gender dinamikasining voqelanishi deb nomlangan 3-fasli xotin-qizlar ta'limi, gender tenglik, nikoh hamda oilaviy zo'ravonlik mavzularidagi gender dinamikasi masalalariga bag'ishlangan. Unda ayol siyosatchilar nutqida genderning voqelanishi misollar yordamida dalillanadi. Siyosiy diskursda gender xususiyatlarining namoyon bo'lishida asosiy omil ijtimoiy muammo ekanligi, jamiyatda sodir bo'layotgan jinsga asoslangan munosabatlardagi adolatsizliklar, e'tirozlar, o'zgarishlar, stereotiplarga nisbatan siyosiy pozitsiyani bildirish natijasida gender dinamikasi shakllanib borishi ta'kidlanadi. Ishning yakunida dissertantni himoyaga olib chiqayotgan masalalar yuzasidan ilmiy qarashlari 10 banddan iborat ilmiy xulosalarda bayon qilinadi.
Ishning yutuq tomonlari quyidagilar. Birinchisi, dissertatsiyada turli tizimli tillarda lingvistik, genderning leksik, grammatik, ijtimoiy turlari, gender stereotiplari tavsiflangan. Siyosiy kontekstning kommunikativ, semantik, pragmatik, kognitiv va madaniy xususiyatlari diskurs va axborot almashinuvining muhim tarkibiy qismi sifatida lingvistik jihatdan dalillangan. Uchinchisi, siyosiy nutqning gender xususiyatlari o'rinli misollar yordamida keng tahlilga tortilgan. Mazkur stereotiplarning siyosiy diskursdagi ahamiyati ko'rsatilgan. Jinsga oid muammolar bilan bog'liq siyosiy munosabatlarning yuzaga chiqishida ijtimoiy muammolar va gender omillar muhim ekanligi isbotlangan. Dissertatsiyada ilgari surilgan nazariy fikrlar, ilmiy yangiliklar o'ziga xos e'tiborli jihatlarni e'tirof etgan holda, ish bilan tanishish jarayonida ko'zga tashlangan quyidagi mulohazali o'rinlarni ham aytib o'tishni lozim topdik. Birinchisi, birinchi bob bo'yicha xulosalarning birinchi bandida shunday deyilgan. Gender termini ilk bor o'tgan asrning o'rtalarida paydo bo'lib, u dastlab ijtimoiy fanlar tarmog'ining muhim tadqiqot obyekti hisoblangan. Keyinchalik ilm-fan taraqqiyoti natijasida tilshunoslikka kirib keldi va uning lingvistik asoslari psixologiya, sotsiologiya, lingva-kulturologiya kabi tilshunoslikning yangi sohalari kabi lingvistik aspektda o'rganila boshlandi. Bizningcha bunday mulohazalar tadqiqotning asosiy jihatlarini, ishning qimmati, yangiligini ko'rsatishga xizmat qilmaydi. Shuning uchun ishning boblar bo'yicha xulosalaridagi yuqoridagi kabi bandlarni mukammallashtirish lozim. Ikkinchisi, dissertatsiyaning 3-bobining 3-fasli turli tizimli tillar feminin siyosiy diskursida gender dinamikasining voqelanishi deb nomlanib, xotin-qizlar ta'lim mavzusida gender dinamikasi, gender tenglik mavzusidagi gender dinamikasi, nikoh mavzusidagi gender dinamikasi hamda oilaviy zo'ravonlik mavzusidagi gender dinamikasi nomli kichik fasllardan tashkil topgan. Shu o'rinda savol tug'iladi: lingvistik dinamika o'zi nima? Bu haqda Wilhelm von Humboldt, Potepniya, Baudouin de Courtine, Sherba, Vinokur, Trubetskoy, Jakobson, Matei Zeus, Zalewskiy singari yirik tilshunoslarning asarlarida ham ma'lumotlar keltirilgan. Ular mexanikadagi turli ta'sir kuchlari natijasida jismlarning harakat qonunlarini o'rganuvchi dinamika termini tilshunoslikka ham ayni mazmunda ko'chganini guvohi bo'lamiz. Baudouin de Courtine tilshunoslikda statika va dinamika qarama-qarshiligi va birligi haqida so'z yuritar ekan, dinamikaning tilning o'zgarishi, siljishi deb biladi. Dissertant ham mazkur tushunchani to'g'ri anglagan holda jamiyatda sodir bo'layotgan jinsga asoslangan munosabatlardagi adolatsizliklar, e'tirozlar, o'zgarishlar, stereotiplarga nisbatan siyosiy pozitsiyani anglash natijasida gender dinamikasi shakllanib boradi deb ta'kidlaydi 118-bet. Ammo misollarni yoritishda dinamiklik nuqtai nazaridan tahlillar ko'zga tashlanmaydi. Ana shu ma'noda misollar chuqurroq tahlil qilinsa, ishning qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Uchinchisi, dissertatsiya matnini shakllantirishda ayrim texnik kamchiliklar kuzatiladi, ularni bartaraf etish lozim. To'rtinchisi, adabiyotlar ro'yxatida mavzuga oid milliy nashrlar juda ozchilikni tashkil qiladi va vaholanki o'zbek tilshunosligida ham mazkur mavzuga doir qator salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Ularga ham e'tibor qaratilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keltirilgan mulohazalar tavsiyaviy xarakterda bo'lib, dissertatsiyaning ilmiy saviyasiga jiddiy putur yetkazmaydi. Dissertatsiya muallifi oldiga qo'ygan maqsad to'laqonli erishilgan. Tadqiqot yuzasidan o'zining ilmiy xulosalariga ega. Dissertatsiya mavzusi dolzarb va uning natijalaridan til nazariyasi, diskursologiya, gender tilshunosligiga doir tadqiqotlarni olib borishda foydalanish mumkin. Tadqiqot o'zbek tilining lingvistik imkoniyatlarini yanada chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. Ish yakunlangan tadqiqot sifatida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'la javob beradi. Mavzu doirasida e'lon qilingan ishlar dissertatsiya va avtoreferat mazmunini qamrab olgan. Shularni hisobga olib, Ubaydulla va Maftunaxon Omonboy qizining turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi mavzusidagi 10.00.11 til nazariyasi, amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasini ochiq himoyaga tavsiya etish mumkin. Dissertatsiya muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. Taqrizchi Dilfuza Abdulhamidova Nurmanova, filologiya fanlari doktori, professor. So'z navbatini dissertantga beramiz. Ikkinchi rasmiy opponentni o'sha ko'rsatgan kamchiliklariga birma-bir alohida javob bering. Dissertatsiyamizni sinchkovlik bilan o'qib, vaqtlarini ayamagan taqrizchimiz Andijon davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Nurmanova Dilfuza Abdulhamidovnaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Birinchi mulohaza yuzasidan fikrimiz quyidagicha: birinchi bobda asosan genderologik
nazariyalarning asoslari, uning gender va metagender davriga ajralishi, gender terminining tilshunoslikka kirib kelishi, bu borasidagi nazariy asoslar yoritilganligi sabab ushbu xulosani o'rinli deb hisoblaymiz. Ikkinchisi, tadqiqotda asosan jamiyatdagi gender muammolariga siyosatchilarning munosabati asosida gender dinamikasi yoritilganlik namoyon bo'lishi tahlil etilgan. Uchinchisi, dissertatsiya matnini shakllantirishda ayrim texnik kamchiliklar kuzatiladi, ularni bartaraf etish lozim. Bularni qabul qilamiz. Ikkinchi bandiga. Hmm. Dissertatsiyani 3-bobini 3-fasli turli tizimli tillar feminin Siyosiy siyosiy diskursda diskursida gender dinamikasini voqelanishi deb nomlanib deganda shuni alohida Hmm. ko'rib javoblaysiz. Nomlanib. Yo'qmi yo'q? Yo'q, yozganman. Bormi? Ha. Hmm. Tadqiqotda asosan jamiyatdagi genderga oid muammolarga siyosatchilarning munosabati asosida gender dinamikasi namoyon bo'lishi, ya'ni jamiyatda mavjud bo'lgan gender stereotiplariga bildiriladigan e'tirozlar, gender muammolariga bildiriladigan munosabatlar tahlil etilgan va bu ishda gender dinamikasiga berilgan ta'rifda ham o'z aksini topgan. Shu sababli bu tahlillarni kelgusi ishlarimizda chuqurroq olib borishga harakat qilamiz. Uchinchisi, dissertatsiya matnini shakllantirishda ayrim texnik kamchiliklar kuzatiladi, ularni bartaraf etish zarur. Ushbu mulohazani, taklifni qabul qilamiz va bartaraf etamiz. To'rtinchisi, adabiyotlar ro'yxatida mavzuga oid milliy nashrlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Vaholanki o'zbek tilshunosligida ham mavzuga doir qator salmoqli ishlar amalga oshirilgan, ularga ham e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Tadqiqotimiz davomida gender tilshunosligiga oid olib borilgan tadqiqotlarga asosan dissertatsiya va avtoreferatlarga murojaat qilganmiz. Milliy nashrlardan Usmonovaning lingva-kulturologiya, Ismoilovaning lingva-genderologiya, pragmalingvistikaga oid bo'lgan bir qator monografiyalarga murojaat qilganmiz. Haqiqatan ham o'zbek tadqiqotchilari tomonidan siyosiy diskurs borasida olib borilgan tadqiqotlar soni juda ham kam. Faqatgina Ergashev Muhammadjon Rahmonovichning siyosiy diskursda ko'makchi fe'llar borasida olib borilgan tadqiqotlarini topa olganmiz. Xolos, siyosiy diskursda shu borada rostdan milliy nashrlarga, o'zbek tilidagi tadqiqotlarga kamroq murojaat qilganmiz. Kelgusidagi tadqiqotlarimizda bu jihatga e'tibor beramiz. Hurmatli kengash a'zolari, mana dissertatsiyani rasmiy muhokamasi yakunlandi. Norasmiy muhokamasiga o'tamiz. Bunga so'z berishdan oldin hisob komissiyasini saylab olamiz. Takliflar tushyapti. Kengash a'zolari Usmonova Sofiyaxon, Hasanov Akbarjon, Akram Shukur akalar hisob komissiyasi tarkibiga kiritilsin degan. Boshqa takliflar bo'lmasa tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bo'lmasa hisob komissiyasi ishga kirishadi va endi norasmiy tarzda so'zga chiquvchilar bo'lsa, marhamat. Zondagi ustozlar, hamkasblar va bu yerda ishtirok etayotganlar. Kimda qanday fikr mulohazalar bor? Bo'lmasa men fikr bildirib turaman. Bu dissertatsiyani muhokamasida ishtirok etganmiz. Men ikkala rasmiy opponentni chiqishlarini, ularda o'sha ish bo'yicha bergan baholarini, yutuqlarini va e'tirozlarini ham eshitdik va o'zimni fikr mulohazalarimni bildirmoqchiman. Dastlab dissertatsiya mavzusi bo'yicha dissertatsiya turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi ommaviy axborot vositalari materiallari asosida deb nomlanadi. Avvalo dissertantni o'zi haqida gapirish kerak bo'ladi, sababi dissertantni o'zi demak o'zbek tilini va ingliz tilini mukammal darajada biladi. Ingliz tilidagi tadqiqot ishlarini juda ham ko'plab ko'rgan. Shuning uchun dissertantni o'sha umumiy bilim fondi, ayniqsa
mana shu lingvogendrologik sohadagi umumiy bilim fondini juda yuqori baholash kerak. Sababi bu shu sohadagi ingliz tilidagi materiallarni ko'rish asosida hali o'zbek tilshunosligida lingvogendrologiya bo'yicha qator nazariyalar mavjudligini birorta ishda ko'rmaganmiz. Hatto o'sha jahon tillaridagi o'sha Guli Ergashevani tadqiqotlarida ham bunday nazariyalar o'z ifodasini topmaydi. Bu jihatdan o'sha dissertantni ishini juda yuqori baholash kerak bo'ladi. Umuman yaxshi tayyorlangan, lekin ayrim kamchiliklari bor. Bu kamchiliklar to'g'risida demak fikr bildirib o'tish kerak bo'ladi. Masalan, mana dissertatsiyani preparati 14-sahifasida shunaqa bir havola keltiradi. Gender ideallari, erkaklik, maskulin va ayollik, feminin obrazlarni mukammal tasviri bo'lib, ular biologik jinsga asoslangan. Endi lingvogendrologik bo'lgandan keyin biologik degan jins degan tushuncha tadqiqot maydoniga umuman kirmasligini alohida ta'kidlash kerak. Qachonki lingvogendrologik degan tushunchalarni shakllanishi bu o'sha tilning ijtimoiy funksiyasidan, ijtimoiy maqomidan va uni funksional doirasini, qo'llanish doirasini kengayishi natijasida erkaklar nutqiga va ayollar nutqiga xos farqlanishni yuzaga kelishi bilan bog'liq. Va dissertant ko'rsatgan defisitlik nazariyasi ham, demak, erkaklar qaysi so'zlarni ayta oladi muloqot jarayonida, ayollar qaysi so'zlarni ayta oladi, qaysi so'zlarni yoki qaysi o'sha stereotiplarni qo'llay olmaydi degan masalada keladigan bo'lsak, deylik, qarg'ish nutqi bu ayollarga xos ekanligini aytish kerak. Bu erkaklar uchun defitsit. Erkaklar hech qachon farzandini yo boshqani kimnidir ayollarga o'xshab qarg'aydigan bo'lsa, bu o'sha erkaklarga xos bo'lgan xususiyatni demak aks etmasligidan dalolat beradi. Yoki bo'lmasa erkaklarga xos bo'lgan ifodani, erkaklarni nutqini ayollarning nutqidagi, masalan, o'sha Maysaraning ishidagi Hidoyatxon obrazini ayollarga xos ifoda shaklidan foydalanishni o'zi, demak, mana shu yerdagi u yoki bu nimaga nutq til tashuvchisini ayol yoki erkakka tegishli bo'lgan nutqini o'sha farqlanishi, qo'llash yoki qo'llash mumkin emasligini ko'rinishi defisitlik nazariyasi bilan bog'lanadi. Endi mana Dilfuza Nurmonova ham juda ham to'g'ri kamchiliklarni ko'rsatgan. Mana shu dissertatsiyani siyosiy diskursni lingvogendrologik tadqiqi deganda xotin-qizlar ta'limi mavzusidagi gender dinamikasi yoki bo'lmasa gender tenglik mavzusidagi gender dinamikasi, nikoh mavzusidagi gender dinamikasi, oilaviy zo'ravonlik mavzusidagi gender dinamikasi degan shu bob fasllarning nomida lingvistik voqelanish, lisoniy voqelanishni ifodasi yoki siz keltirayotgan o'sha ayollar nutqiga xos, siyosatchi ayollar nutqiga xos nimalar ifodalarda ana shu farqlar ko'zga tashlanmaydi. Shuning uchun ham men o'ylardimki, deylik, ommaviy axborot vositalaridan olgandan ko'ra balki badiiy adabiyotda mana shu narsalar aniqroq beriladi. Deylik, mana Qalandarov obrazida demak, deylik, gender tafakkur deb olishingiz mumkin edi. Bu ayollarni bilan gaplashganimda, ayollarni ko'rganimda kalavamni uchini yo'qotib qo'yaman deydi. Yoki bo'lmasa o'sha gayiga borganida boshlig'ini ayolligini ko'rib turib, gayi xodimini chaqiradida, iltimos mendan qancha shtraf olsang ol, lekin meni ayollarning oldida qaddimni bukma degan shunaqa uni tafakkurda ayollarga nisbatan yoki Mulla Norqo'zini o'sha mayizda yemagan xotindagi ayollarga munosabati. Shuning uchun ham o'sha nimani gender diskursi degan tushunchani mohiyatida agar siz o'sha u yoki bu jinsga taalluqli bo'lgan qahramonlarning nutqini siz pragmatik aspektda munosabatni ifodalanishi nuqtai nazaridan tahlil qilganingizda yana ham dissertatsiyani o'sha nimasi originalligi yuqori chiqardi. Endi men o'ylaymanki, kelgusi ishlaringizda mana shu narsani hisobga olishingiz kerak. Yoki bo'lmasa o'tgan kunlarda romanida o'sha saodatni nimaga o'zini o'sha sevgan odamiga munosabatini ifodalashda onangni roziligini oldim, sen nima deysan
desa, yozuvchi aytadiki, Saodatni o'choqdagi olovni issig'idanmi yoki usta olimni so'zlaridanmi yuzlari qizarib ketdi, naqsh olmadi va u osh yemay ketasizmi deb javob qaytardi. Endi yozuvchi aralashadi. Bu uning ikkinchi turli qilib aytilgan ha javobi edi. Bu o'rinda demak o'sha Saodatni o'zbek ayollariga, o'zbek qizlariga xos bo'lgan g'ururni ifodalashi, erkaklarga javobi shu o'rinda ko'rinadi. Umuman gender tafakkur nuqtai nazaridan yondashganingizda ishni mohiyati yana ham mukammal bo'lardi. Umuman ish yakunlangan. Uni eng yaxshi yutuq tomoni shundaki, dissertant shu o'zini qarashlarini o'sha ingliz tili materiallarida asosida isbotlab beradi. Buni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin dissertatsiyani o'sha avtoreferatida ancha o'sha kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Biz buni belgilab qo'yganmiz. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha sizni avtoreferatingizni chiqarishdan oldin buni jiddiy tahrir qilish kerak deganimda siz xafa bo'ldingiz. Lekin mana bu yerda o'sha e'lon qilingan maqolalarni, shejevlarni to'g'ri qo'yish, yoki bo'lmasa ayrim maqolalarni birinchi bo'limga olish, ayrimlarni keyingisiga tushirish, yoki bo'lmasa mana bu yerda kirish qismida demak asosiy fikrlarni to'g'ri joylashtirish, mana bu yerda olimlarni o'sha havolalarda aks ettirish ishlarini, mana shu masalalarga alohida e'tibor qaratish kerak edi. O'sha kotib yoki bo'lmasa seminar raisi yoki bo'lmasa kengash raisi sizga taklif berganda buni to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Rahbaringiz ham to'g'ri qabul qilishi kerak. Bu sizni ishingizni to'g'rilash uchun qilingan bizni takliflarimiz edi. Buni to'g'ri qabul qilmadingiz. Umuman meni fikrlarim shu. Agar boshqalarda fikrlar bo'lsa, marhamat. Sofiya ham fikr bildirasizmi? Mayli, joyingizda aytavering, mana bu yoqqa oling. Bugungi ish mana shu chiroyli nihoyasiga yetdi. Bu ish bilan Vasilaxon ustoz sizni tabriklaymiz. Shogirdlaringiz ko'paysin, ishlaringiz rivojlan bersin. Qizimizga ham muvaffaqiyatlar. Turli tizimli tillarda siyosiy diskursda gender dinamikasi mavzusidagi bugungi himoya qilingan ish, Maftunaxon ishlari, domla ancha nimalarni aytib o'tdilar. Biz ham bu haqda o'zimiz qarashlarimiz bor edi. Endi bu ommaviy axborot vositalarida bo'lganligi uchun bularda qandaydir bunday cheklangan nima bo'lib qolgan deb tuyulyapti. Umuman olganda ish juda ham yaxshi. Men o'ylab o'tirdim, mana nimalarni prezidentlarni nutqlari solishtirilibdi. Balki bir xil tizimli Turkiya davlatlarida prezidentlari nutqida qanaqa ekan, balki shularda ham bir ko'rilganda bu masala qandayligini yana bir bor ko'rishimiz mumkin edi. Bu keyingi ishlarda yoritiladi albatta. Ish yaxshi yoritilgan va taqrizchilar ta'kidlab o'tganlaridek, so'nggi yillardagi yangiliklarni ham ishga adabiyotlarda ham o'rganilsa, yana ham ishni salmog'i oshadi. Umuman olganda bu ish yakunlangan ish sifatida e'tirof etish mumkin va barchalaringni ushbu ishni qo'llab-quvvatlab ovoz berishlaringga chaqiraman. Rahmat. Agar boshqa so'zga chiquvchilar bo'lmasa, biz hisob komissiyasi tayyormi? So'zni norasmiy opponentlarga javob uchun dissertantga beramiz. Marhamat. Keyin qo'shilishdi. Dissertatsiya ishi yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirgan, ilmiy salohiyati yuqori darajada bo'lgan ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xususan kengashimiz raisi Hakimov Muhammadxon Xo'jaxonovichga bildirilgan takliflar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamda kelgusidagi tadqiqotlarimizda bularga amal qilishga, tavsiyalarga amal qilishga harakat qilamiz. Usmonova Safiyaxon ustozimizga ham o'zimizni alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Endi hisob komissiyasini xulosasi tayyor. Faqat bitta narsani aytib qo'yishimiz kerak.
himoya boshlanishida 10 nafar ishtirok etishgandi. Keyin kengash a'zolari jami 13 kishi ishtirok etdi. Shu bo'yicha bayonnomani natijasini e'lon qilishadi. So'z Sofiya xonga. Hisob komissiyasining bayonnomasi. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD ilmiy kengashi saylangan hisob komissiyasining 31 sonli bayonnomasi 2025-yil 30 dekabr. Komissiya a'zolari yuqorida aytib o'tildilar. Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qiziga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan ilmiy kengash tarkibi 14 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibida hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda boshqa kishi kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 3 nafar fan doktori ishtirok etdi. 13 ta byulleten tarqatildi. Tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. Tizimda 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qiziga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 13 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasini bayonnomasini tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Nima deyam, Telegram kanaliga ham dissertatsiya bo'yicha xulosa va tavsiyalar tarqatilgan. Bu bo'yicha kimda qanday fikr mulohazalar bor? Ularga aniqlik kiritib qo'ysa. Xo'p, demak, tavsiya va xulosalardagi jumlalar mazmuniga aniqlik kiritish taklif qilinyapti. Buni shablonini alohida ko'rish kerak. Shuni asos uchun qabul qilamiz. Tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz tavsiya va xulosalarni. Qarshilar, betaraflar yo'q. So'zni ilmiy kotibga beramiz, kengash qarori bilan tanishtiradilar. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD.03.04.06 fil 132.01 raqamli ilmiy kengash qarori. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashga Qo'qon davlat universiteti tadqiqotchisi Ubaydullayeva Maftuna Omonboy qizining 10.00.11 til nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligidan turli tizimli tillar siyosiy diskursida gender dinamikasi ommaviy axborot vositalari materiallari asosida mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi yuzasidan hisob komissiyasi xulosasiga ko'ra filologiya bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berilsin. Ushbu qarorni tasdiqlash uchun talabgor hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasiga belgilangan muddatda taqdim etilsin. Rahmat. So'nggi so'zni dissertantga beramiz. Aniqroq, qisqaroq qilsangiz, vaqtimiz cho'zilib ketadi. Ushbu marragacha yetib kelishimizda zarracha bo'lsa-da o'z hisslarini qo'shgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Ruxsatlaring bilan so'zim yakunini ham siyosiy diskursda namuna bilan boshlab bermoqchiman. Jonini garovga qo'yib, yangi insonga hayot bergan ayol borki, dunyo bo'lib turibdi. O'zidan kechib butun umri mehrini yaqinlariga bag'ishlagan ayol borki, dunyo bo'lib turibdi. Turmush go'zalroq, obod bo'lsin deb bilimi, kuch-quvvatini ayamagan ayol borki, dunyo bo'lib turibdi. Ojiza deb atalguvchi siz ayollar har lahzada kuchingiz, bardoshingizni namoyon qilasiz. Sizning har kuningiz qahramonlik. Ko'zga ko'rinmaydigan, birov bilib, birov bilmaydigan jasoratdir. Har qanday sharoitda o'z ustida ishlagan, bilim olishga intilgan ziyoli opa-singillarim, siz shu yurtga ilm do'rini tarqatyapsiz. Vatanimizni sizdan tarbiya olgan o'g'il-qizlar yuqori cho'qqilarga ko'taradi. Siz tahsinga sazovorsiz. Shuningdek,
O'z minnatdorchiligimizni Qo'qon davlat universiteti rektori Dilnoza Shavkatovnaga, ilmiy kengash raisi Muhammadxon Xo'jaxonovichga, seminar raisi Dilnoza Jamoliddinovaga, kotiblar Ramzixon Jo'rayevaga, Maftunaxon Odilovnaga va kengashning barcha a'zolariga, yetakchi tashkilotimiz Andijon davlat chet tillar instituti, umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrasi mudiri Bekzod Abdullayev va professor o'qituvchilariga, taqrizchilarimiz, rasmiy opponentlarimiz Dilfuza Abduhamidovna, Nargizaxon Rustamovnaga, xorijiy filologiya fakulteti jamoasiga, xorijiy tillar metodikasi kafedrasi mudiri hamda professor o'qituvchilarga, hamkasb dugonalarimga va ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha oila a'zolarim va yaqinlarimga, hayot maktabidagi ustoz-avallarim, bobojonim va buvijonimga, duogo'ylarim onajonimga, orzu maqsadlarimni qo'llab-quvvatlab kelayotgan turmush o'rtog'imga, jonajon singillarimga, bolaligining eng shirin damlarini qurbon qilib, ilmning mashaqqatli yo'llarida dissertant onasiga yo'ldosh bo'lgan farzandlarimga minnatdorchilik bildiraman. So'zim yakunida o'z minnatdorchiligimni rahbarim Karimova Vasila Vahobovnaga bildiraman. Olim bo'lma, odam bo'l shiori ostida ish tutuvchi hurmatli ustozim Karimova Vasila Vahobovna, sizdan barchasi uchun minnatdorman. Nafaqat meni, balki ko'plab yoshlarni beminnat, manfaatlarsiz qo'llab-quvvatlab, ularga ishonch, umid va shijoat berib kelmoqdasiz. Ustoz, sizning haqqingizni qanday ado etishni bilmayman, lekin bugun hammaning oldida oddiy oiladan chiqqan, ilmga chanqoq, harakatchan yoshlarga, xuddi siz kabi yordam bo'lishga, ularga qalqon va tayanch bo'lishga, hayotda yaxshi insonlar ko'p ekanligiga yaqqol misol bo'lishga va'da beraman. Dissertant uchun falsafa fanlari doktori diplomini olish qanchalik sharafli bo'lsa, men uchun ustozi Vasila Vahobovnaga o'xshabdi degan maqtovni eshitish shunchalik sharaflidir. E'tiborlaring uchun rahmat. Yashin, hurmatli kengash a'zolari, sizlarning nomlaringizdan Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizini bugungi muvaffaqiyatli himoya bilan, shuningdek, o'shuni rahbarlari Vasilaxon Karimovani ham tabriklaymiz. Xudo xohlasa diplomlar tezroq kelsin va oilangizga nasib qilsin. Kengash a'zolariga, ustoz Nizomiddin Mahmudovga, bugungi kengashda, har ikki kengashda faol ishtirok etganlari uchun rahmat aytamiz va kelayotgan yangi yil bilan barcha ustozlarni, hamkasblarni tabriklaymiz. Kelgusi himoyalarda uchrashguncha xayr. Sog' bo'ling ustoz, charchamang. Sizlarni tabrik qilaman. Men ham tabriklab qo'yaman.